Assalamu aleyküm bütün dünyadaki qarindoshlar. Ben bugün sizlarga acayip bir muhim ish demoqchi. İstanbul'daki ve başka yerdeki bazı derneklerninki et beşirisini bütün dünyadaki Uygurlara anlatmakçı. Qarindoshlarimiz, bugün yüzünü aşkarlaşını xalamaydigan İstanbul'daki şu Zeytinburnu'ndaki dernekteki çoçqı demey qarindoshlar, Ramazonda çoçqı desek çoçqı haqorat qilgan bo'ladi ekanmiz. Şu başlıklarını yeni turgan bir Uygurninki üzerinki öz ağzı bilan bergan guvohligini bütün qarindoshlarga demoqchi. Bu qarindoshimiz o'zini oshkorlashni xohlamadi. Chunki ansiraydi ekan, qo'rqaydi ekan, Istanbulda beşimi bir ish kelib qolarmi, siliq qilgan, boshqalar qilgan dushmanga man qilib qolarmi deydi qarindoshlar. Bu qarindoshimizning deyishicha, hozir u dernekdan butunlay chiqibdi, qelavergan o'xshaydi. Dernekdan chegarasini oribdi, u yerdagi haqsizliklarga, u yerdagi millatning, xalqning, tulxutunning, yetimning, vatandaşlarning haqqini yeyishga uning iymoni, vijdoni yor bermabdi, oxiri chegarani oribdi qarindoshlar. Bu qarindoshimizning degan gapi. Deydiki, biz dernekdagi vaqtimizda deydi. Yilimi shundaq deydi. Dernekdagilar bütün masjid boramiz deydi. Başlıklarının yanına varımız deydi. Şirketlerinin yanına varımız deydi. 3-4 adam barımız, kolumuzda varak, yetimnin, tulunun varıqı, vatandaş zulümünü anlatkan kaygız deydi. Aşını köstüp, hem mi yardım biz Doğu Türkistan'a yardım deyip, yardım anamız deydi. Hatta Avrupa'da mı bütün meclislik uğurlaştıran adamlar var deydi. Hem dünyanın hem yerdeki meclislik, hem yerde adam koyarlar ki kırıldaşlar. Bütün dünyanın hem yerinde üzerinki dernek namı dernek kur sebebi şu ki qarindoshlar. Ama meclisde mi Doğu Türkistan'a yardım deyip yardım toplaydı ki. Şimdi bu pul ne yardımla Doğu Türkistan'a iyi vertemsilen dese, şu an iyi vertemiz, şu andaki tulluğa, yetimliğe, türemediklerinin ailesi iyi vertemiz deyip durup yardım toplaydı ki qarindoshlar. Şunun için bu qarindoshimizning kallasından tası ötmeydi ki. Ne çıkartam deyipti? Biz bu Doğu Türkistan'a yardım deyip, onu ivetimiz deyip çıkıdı kimimiz. Ama onu bir moçeni ivetemeyimiz, bu bizge halal olamdı, doğru olamdı deydik. Yesi deydi ki, biz Doğu Türkistan'a yardım demişsek bunu vermeydi. Çateldeki Uygurluk, gençlik kılsak vermeydi. Şunu için Doğu Türkistan'a yardım deyip turup alamız deydik. Bu iş kallaşılıp ötmeydiken bu adamdaki. Hem jığılga yardım ne? Şu dernekteki başlıkları jıkırağını o aladığın okşaydı. İşlevatkallar, yardım toplavatkallar bölüşürken qarindoshlar. Bütün kiraları, çıkamları, yemekleri, yatakları, onun başka üzerine yan çıkağımı manç persenden ağrı bölüşürken kep kalan kaldıkını, jündesini üzerinin etrafındaki uruk tukkalları, yıkılları, jutlarına bülep birdigen qarindoshlar. Şunun olan bütün İstanbul'daki hem yerdeki kıyınçılık qarindoshlarning tizimlikini, öğütizimlikini tartib hammani elib bazılarga bir aqıtım yardım qo'ydikan, ama ko'pincha yardım qilmay, doim yardım qilgan oilaga hech o'zini urug' tuqqan atrofiga yardım qilgan qarindoshlar. Shuning uchun bu dernekning atrofidagi o'ydiravakan, şu dernekning atrofida bo'lganlarning o'ydiravakan, mashinalari nurg'un puli vakan, necha yildan oldin aran ketib qolganlar o'ylik mashinalar quribdi. Ama şu dernek xizmat qilgan bechoralar hala şu ayda bir yilda bir 10 guruch 4 tal pul elish bilan qiyinchilikda qutulamayapti qarindoshlar. Hem bu dernekninki qoidasida cho'qim tulxutun bo'lish kerak ekan, yetim bo'lish kerak ekan, er va ayolga yordam qilmaydi ekan. Ama erdan ajrashib kelsa shu hamon yordam qilgan qarindoshlar. Bularning maqsadi vatanda tajovuzchi Xitoy vatanlik o'ylarni buzsa, oilani buzsa, xotini bir-biridan orisa, ayollarni turmushga solib qo'yib, ayollarni uyda yolg'iz qo'ysa, çatalda bunu çağırsan, tulxutun bulmasan yardım qilmaymiz deb, eri keseli olsa yardım qilmaydi ekan. Eri og'riqchan ishlayapmasa yardım qilmaydi ekan qarindoshlar. Hattoki eri misol çatalda turmush chirib ketsa yardım qilmaydi ekan. Cho'qim u tululash erdan ajrashib undan yeniga berish kerak ekan qarindoshlar. Hatta necha tulxutullarni yardım banasi bilan ba'zi turkliga, boshqa millatliga, kurdliga, arablik tunuşturup, bagizib, o'ttirliqdan pulaga ishlab ekan qarindoshlar. Nurg'unlagan neler qarindoshlar. Hatta deydik ki şu dernek Uyg'ur vatandaşlık için, necha vaqtinizda vatandaşlık deganda arabliga, boshqa millatliga, afg'onliga, demoliganda Uyg'ur belgisi chiqarib turib, Uyg'ur vatandaşlığı bosh uyg'izib, ulardan nurg'un pul olib vatandaşlıkka ishlab ekan qarindoshlar. Mana bu shunday haqsizliklarga bu birodar chidamay
bu dernekten çıkarken kardeşler. Hatta bu şu dernek yardım için tizimlaydigan, İstanbul'da yardım taqıtadigan adamı bu Xitoyning casus edip türümüge sunlap hazır 6 yıllık kesilip kardeşler. Bu şundan dernekge tava adamdan 3'ü var ekan. Demek bu şu dernekning ichida har xil odamlar bo'lg'achqa bu odam buning ichida tura olmaydi. Hatta bu şu dernekdagi so'zli safakoydagi Zaytunburundagilarning ko'pincha Uyg'ur emas qarindoshlar. Biz O'zbek deb qo'ydi ekan, Qashqar o'zbeklar va kaza, ammo O'zbek emas qarindosh. Chunki bu balla buni obdan bilib qarindoshlar. Buning ichidagi nurg'un poqlarni, meynashlikni bilgachga, tilamchilikni bilgachga bu dernekdan chiqib ketibdi. Buni bizga dedi, bizning yurtimiz chirimadi, mana bu shuni xalqimiz bilish kerakdi. Ama diyamadık, cesaret kılamadık, sizge bildireyim dedi. Ramazan'da amanet bütün halkka yetkizip koyalım dedi karındaşlar. Bütün karındaşlara değdiğimiz, hatta ki şu Orta Asya'dan gelgen, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan'a gelgen Uygurlu bu olsa mı yardım kılmayken karındaşlar. Hatta Uygurluk belgesini beğenmeydiken, şunu ki bu Uygur emez deydiken. Hatta ki bu şu Zeytungul, misal Türkiye'nin İzmir şehrinden Tacikistan'a Xitay ketken karındaş. Xitay okutunu öttürüp ballarını yok kılıp etti. Şu Zeytungul degan ayolg'imi Uyg'urlik belgisi chiqarib bergansa, chiqarib bermayotgan qarindoshlar. Uyg'urlik belgisi chiqargan bo'lsa, hargiz Izmir, Tojikda patolashib, Tojikistonga yo'lga sanmaydi ekan, ma vaqt o'qitini Xitoyga ketmagan bo'ladi ekan. Shuningga o'xshash nurg'unlagan Uyg'urlarga, sal kambag'al yo'qsiz bo'lsa, Uyg'urlik belgisi chiqarib bermaydi ekan, pul va ulab qolsa, pul versa chiqara olar ekan qarindoshlar. Ham bu vatandoshlik masalasida ham nurg'unlagan vatandoshlik pul to'plagan ish bor ekan. Ham bu shu uylab ketgan ama şu doktor ismini unutib qoldim. Abdug'ufur Hajimnimi? Şu vatandoshlik alamazib Abdug'ufur Hajim nurg'un varaq to'plab ekan, pul epdi ekan. Mo'shani shu semiz cho'chqa demay qarindoshlar, cho'chqa haqorat bo'lmasin. Ashli bilan buyurishimiz deyishibdi ekan. Keyin endi bu ishning hammani shu bichar turmaga chiqar G'ufur Hajim otib qo'yib, Abdug'ufur Hajim oxir yo'lga chiqdi qarindoshlar. Kimning o'tganligini Alloh bildi. Qag'allarning gumonlarini obdan bilamiz. Shuning uchun deydiganimiz qarindoshlar, bu semiz ağzıma bir gap kiryapti. Bu xalq millatning, tulning, yetimning, xalqning haqqini yeydigan, qani Uyg'uri bo'lmagan, Uyg'urni setib yeyotgan yillardan beri bu insonlardan, bu shaytonlardan uzoq turaylik qarindoshlar. Düşmanning yomoni kim o desa, yoshirin dushman deydi. Oshkora dushman qo'rqinchli emas. Chunki kommunist tajovuzchi Xitoy oshkora dushman, bilamiz, diqqat qilamiz. Ammo ishchimizga milliy munofiqlikni bilinmaymiz qarindoshlar. İnşallah Allah mana bu shunday har xil ishlarni oshkorlaydi. Shunga bu amonatni butun dunyoga Uyg'urlar deb qo'yadi dedim. Şun ahir deydiğimiz biz mana ko'rdinglar, mayli biz ulayli, boshqa ulayli, biz dernekimiz nomidan bo'lsin, shaxsiy nom bilan bo'lsin, qarindoshlarga qiyinchilikqa var yordam qilinglar dedik. Biz ulardan bir mo'chan to'plamadik. Qiyinchilikqa va oilaviy bevosita kurashdik, ularga olib bordik, yordam qildik qarindoshlar. Hech qanday resim videomi chekmadik. Turk qarindoshlar, Uyg'ur qarindoshlar o'sha yordam qilib o'rinlashtirish qildik. Ammo buni ko'rsanglar, to'rga chiqarib sazoyi qilar ekan. Atoyatini 100 yo'galik ayoldan to'rga chiqarib xalqaraga yayir ekan. Kommunist Xitoy buni material qilib vatanda Uyg'urlar ko'rsatdi. Chet Uyg'ur janna baqan matib tilamchilik qilib o'tirdi. Silni qayda qutqizib deb Uyg'urlarga ashunda debgan. Lager shohidlari nechta bo'ldi qarindoshlar. Shu sababdan deydiganimiz Xitoyning o'yinini buzib tashlaylik. Bundaq milliy munofiqlardan uzoq turaylik. Yordam qilmoqchi bo'lsa, qiyinchilikqa va Uyg'urlarga bevosita yordam qilaylik qarindoshlar. Buni derneklar aralashtirmaydi. Bütün dünya Uyg'urlarga deydiganimiz hushyor bo'laylik, aqlliq bo'laylik. Bir-birimizga chiqsak, bevositaga chiqaylik, Uyg'urga chiqaylik qarindoshlar. Buningki misol o'tganda bir video ko'rdik dedik. Bir to'ng'iz o'zining bolasini qo'g'dash uchun yo'lbars shir bilan urushdi qarindoshlar. Ya'ni shir bilan urushdi. Bir to'p to'ng'iz bolasini qutqazdi. Bizning vatanimizda tajovuzchi Xitoylar vatanimiz Uyg'ur qiz analarimizni, bolalarimizni zulm qilyotdi, turmush usulyotdi, shehid qilyotdi, olimlarimiz shehid qilyotdi. Ammo biz deganda vatanimizni qutqizmayapmiz qarindoshlar. Igi chiqmayapmiz. Nima deganda qarindoshlar, to'ng'izchilik bo'lanmi degan gap qarindoshlar. Biz vatanimizni, xalqimizni qutqazmasak, to'ng'izchilik bo'lmagan bo'lib qolamiz. Shu sababdan bütün canimiz, melimiz, hayotimiz bilan vatanimizni mustaqil qilishga, xalqimizni qutqazishga kuch chiqaraylik qarindoshlar. Ko'rdinglar qarindoshlar, bütün dunyo tajovuzchi Xitoyninki kommunist rejimininki zararini ko'ryapti. Endi qarasanglar Falastinmi shu. Tunigun Birleşmiş Milletler Teşkilatı'da Falastin'deki Gazze'ye uruş to'xtatishga hammamiz to'xtatish uchun bütün devlet imzo atsa, bir Xitoy bilan Rossiya bu urushning to'xtatishini xohlamadi. Nima deganda Xitoy ko'rinishda Falastinni desteklagandek, ko'rengan bilan Gazze'ga desteklaganda ko'rengan amaliyotda nima bo'ldi? Tunigun oshkora bo'ldiki, Xitoyning kommunistning maqsadi
Filistin'deki, Gazze'deki Müslümanlar ölsün tükesin. Hatta İsrail Yahudiler mi tükesin. Bütün dünyaya dinsizlik, komünizm hakim olsun demiş arkadaşlar. Şunun için bu komünist Xitayning hem bu milli münafıkların oyuna gelmeyli, Uygurlar birbirimize destek versak, bir vasıta yardım kılaylı, Uygurlar vatan müstakillik kesek, birlik tutkazaylı arkadaşlar. Bunu çoğu degende chet elde birlikimizi buzudu. Biçare qarindoshlarimizni şu, yo'qsiz qarindoshlarımızga yardım qilamiz deb, tul xotin yetimning nomini sotadi. Doğu Türkistan'a yardım, Doğu Türkistan'a yardım deb, vatanga bir mo'shin evatanmaydi bo'lmasa, shuni o'zi elib yeydi, xalqning haqqini yeydi qarindoshlar. Shunga bular samirib birni bulab ketdi. Balsimi samirib, xotnimi samirib, butun qo'l hamma yerlar oltin. Xalqimiz shu yeydigan, ichadigan narsani topolmay, qiyinchilik qarindoshlar. Tayland qarindoshlarningki, hatto shu nima deymiz qarindoshlar, shu hey, deymen yani demey deymen devre kırındaşlar. Ayal balla karısanlar türemede hemmeler bilgendik. Malum bir devlet sorumlu. Aç kırındaşlara yardım kılan adam yok. Ama çoğu degende mana muşulu çoğu desenler halkının hakkını, milletin hakkını yaptıkları. Şuna halk uygunayla üzümüzün davasına, vataniga, halkıga bir vasıta çıkaylı. Esselamu Aleyküm.